O'qish tugadi, endi o'sha kanikulda o'lamacha dam olaman. Yo'q, o'g'lim. Dada! Yo'q. Ketmoningni ushla, dalaga ketdik. Adashdim-ku. Vo, nihoyat 34 yil deganda jahon chempionatiga chiqimlar. Hurra, endi dam olish kerak, dada. Ya to'g'ri aytasan, men dam olaman. Qolgan 1,5 gektarni o'zing chopib qo'yasan. Oyog'im to'rt bo'ldi o'zi. Mana shu yerga kelishga oyog'im to'rt bo'ldi. Obid, bor mollarga o'tir. Obid, bor qo'ylarga qara. Obid, bor makkaga suv qo'y. Bo'ldi, dada, bo'ldi. O'qishdan darslar orasida dam olishga 5 minutdan tanaffus beradi. Mana endi bir nafas olgan qo'ymaysiz. Ha, bo'pti, ana soyaga o'tirib, to'lg'altakkina loy qilib tasha, tandir quramiz. Qara. Sog'indim bolam desa bir narsani qura qilgandek chirtillab kelyapman. Mendek kirash bola loy qilaman endi. Bayramga senga haytlik bermoqchi edi. Undan ko'ra bir yarim soatgina dam bering, bir piyolagina suv bering, dada. Kirayam menda ishlamaydi-ku. Birovnikida narda kirayapsan, ham muncha qiynalmaydi. Abbor aka, uyni tomir suvashga qachon qiladik? Shunga aytgani keldim. Ha, bo'ldi, mana Obid qarashaveradi. Ha, onalarini endi galalashib o'ldiringizlar, men bekirar. Jeb bitiringizlar. Bu talaba zotini 4 kunlik kanikilni bundan buloq qilayotganda bo'lar. Ha, Jo'rajon, sen ham kanikilda kayf qilib dam olaman deb jertib yo'q, mo'yilga chiqib ishlayapsanmi? Gupcha.